Hello hammaga salom, sizlar bilan har doimgidek Asilbek do'stlar. Bugungi video roligimizda sizlar bilan kompyuterni noldan o'rganish degan darsni chiqarishga qaror qildik. Albatta ish rejamda bu narsa bor edi. Kompyuterni noldan o'rgatish. Bu normal просмотр desa kerak bolalar. Xo'p, tayyor bo'lsalaring biz videoni boshladik. Xo'p, bolalar mana kompyuter вообще bilmaydiganlar uchun kompyuterni yoqasizlar. Mana yoqqaninglarda shunaqa holatga keladi. Mana bu narsalar bo'lmasligi mumkin. Endi qaranglar, men sizlarga nimalarni o'rgataman. Men sizlarga bugun hozirda birinchi o'rinda kompyuterni to'g'ri o'chirishni o'rgatishim kerak. Xo'p. Buning uchun mana bu yerda pust tugmasi bor. Hech qachon siz kompyuterni yoqishda mana bu tugma bilan yoqasiz, to'g'rimi? Mana shu tugma bilan kompyuterni yoqasiz. O'chirishda hech qachon bu tugma bilan o'chirmang. Sababi sizga nima deydi, kompyuteringizga zarari bor-da bu tugma bilan o'chirishni. Shuning uchun kompyuter yoqdingiz, ishingizni bajardingiz va pust degan joy bor mana bu yerda. Pustga kirasiz va xohlasangiz Windows 7 yoki hozir 10 larni boshlashlarda mana bu yerda завершение работы degan yozuv bor. Hozirda bizda Windows 10 Pro da mana bu yerda bosasiz завершение работы bor. Speshiy bir kerak emas hozircha завершение работы deb bosib qo'yib kompyuterni o'chiringlar. Hech qachon mana bu tugma bilan o'chirmanglar. Hop, hozir o'chirib ko'rsatib berardim, lekin hozir video yozyapmiz. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Hop, ikkinchisi esa kompyuterda fayl yaratish. Qarang, masalan sizda Word dasturida ishlamoqchisiz, mana bu yerda Word yo'q. Pustdan topolmadingiz, hech qayerda yo'q va sichqonchaning o'ng tugmasini ekranga bosib turib sazdat bo'limiga o'tasiz. Va mana bu yerda hamma o'zingizda Word dasturlarini faylni yaratishingiz mumkin. Access, Document, Word, mana Google Sheets, Project Document, WinRAR va biz hozir Word kerakmi? Word tanlaymiz. Va yozamiz. Короче, nom qo'yasizlar, enter. Ichiga kirib bemalol mana ishda bajarishinglar mumkin buni. Va saqlab chiqib ketsanglar, turadi albatta Word. Bu faylni mana shunday ochasiz, sichqonchaning o'ng tugmasi, sazlat va tanlab qo'yasiz. Qaysi masalan tekstoviy dokument ochmoqchimiz, yozasiz, ichiga kirasiz va yozib ketaverasiz. Shu. Do'stlar, ana shunday qilib fayl ochiladi. Nima dedi? Hop, keyingi o'rgatadigan narsamiz bu. Hop, kompyuterda fayl, ya'ni kompyuterda papka ochish va u haqida tushuncha deyapti. Hop, kompyuterda papka ochish uchun sazlat bilan papku. Masalan bizda ilovalar. Enter. Mana papka ochildi. Papkani ichiga kiramiz. Papka bo'm-bo'sh. Mana ko'rib papkamiz bo'm-bo'sh. Это papka pusta. Bu papka bo'm. Bu papkada hech nima yo'q. Bu papkada hech nima yo'q deyapti. Endi qaranglar. Bu papkani to'ldirish uchun siz xohlagan narsani so'qib qo'yishlaringiz mumkin. Xohlasalaring rasm, xohlasalaring anaqa ilovalar, mana pustdan olib bunga tashlab qo'yishlaringiz mumkin. Mana. Hop, masalan, nima olsam bo'ladi? Tak что figma. Opa. Mana tushdi. Mana bu yerda chiqib turadi figma. Mana yana boshqa narsalar. Masalan, mana bunday qilib, mana bu narsalarni tashlab qo'yishlaringiz mumkin bunday qilib. Yarligini tashlaymiz, hop. Va mana ko'rdingizlar, ichiga tushdi bu narsalar. Mana ko'ryapsizmi? Tushdi ichiga. Va buni andoqsini papka bu. Papkaning o'zini hajmi bo'ladi. O'ng tugmasi. Shuncha papkani bosib o'ng tugmani ezasizlar va svойствоga kiramiz. Svойствоlar bu papkamiz hozir ichidagi narsalari bor. Shu bilan 11 gigabayt. Bu 1 megabayt emas. Hop, endi qaranglar. Ichidagilarni biz mana bunday qilib turib o'chirib yuboramiz. Endi qaranglar. Endi boshidan kiramiz. Svойство shu. 0 bayt. Razmer 0 bayt, disk o'tkazilganda 0 bayt, короче hammasi 0 bayt turadi. Albatta buni hajmi bor. Chunki bu papka. Papkani shunday ochib, xohlagan joylaringga masalan короче ichiga narsalar solib qo'ysangiz bo'ladi. Mana ekranda ko'pgina narsalar turmaydi-da. Ko'p kompyuterlarda ko'rganman, Word fayllarini to'ldirib tashlagan bo'ladi ekraniga. Mana shunaqa narsalar bo'lmaydi. Papkaga solib qo'yasizlar, bo'ldi, nom qo'yasizlar, solib qo'yasizlar, tugadi bo'ldi. Xo'p, keyingisi bo'lsa kompyuterda buni aytdik, рабочий stol haqida tushuncha bo'ldi. Mana рабочий stol deyiladi, mana bu biz turgan joy. Mana shu рабочий stol deyiladi. рабочий stolda nimalar bor? рабочий stolga o'zingiz har xil nima deydi, ilovalarni chiqarib qo'ysangiz bo'ladi. Bu albatta xohlagan ilovalaringizni mana shu yerga chiqarib, o'zingizga mos qilib olsangiz bo'ladi va рабочий stolda turli ishlarni bajarasiz. Masalan, mana bunday qilib, bunaqa oynalar, har xil, короче, nima deydi? Kichkina oilalarda mana shunday 2 xil, 5 xil vazifalar bajarsangiz bo'ladi. Albatta рабочий stolda, короче, vazifasi shu. Рабочий stol bo'lmasa kompyuter nima qilamiz рабочий stolsiz? Qiziq qolmaydi, короче. Xo'p, endi etot kompyuterni рабочий stolga chiqarish bo'ldi. Etot kompyuter degan narsa bor. Vazifasizlarga buni chiqarishni o'rgataman. Buning uchun sichqonchaning o'ng tugmasini ekranga bosib,
personalizatsiya oynasiga kiramiz. Personalizatsiyani bosamiz va bizda nastroyka bo'limi ochiladi sozlamalarda va kirishini kutamiz bolalar. Va mana kirdi. Kirganda mana bu yerda temi bo'limiga o'tamiz. Temi. Hop. Unda temiga o'tganda parametr значком рабочего стола bor. Ustiga bir marotaba ezamiz. Va mana bu yerda chiqqanda mana shunday iloji kompyuterning ustiga bir marotaba bitishga qo'yamiz. Ya'ni galochka qo'yamiz va OK tugmasini bosamiz. Endi chiqib qarasak mana bu yerda etotgan kompyuter mana bizga chiqqan bo'ladi. Buni o'zingiz joylashtirib olasizlar. No, endi qaranglar. Keyingi o'rganadigan narsamiz etot kompyuter рабочий stolga chiqardik. Etot kompyuterni o'rganish. Etot kompyuterga kirasizlar. Kirganinglarda bu provodnik deyiladi. Xo'p. Mana bunday etot kompyuter oynasi ochiladi. Mana bu nima? Xo'p, mendan tushunaylikmi? Lokalniy disk. Bu disklaring sizlarda. Ikkita, uchta bo'lishi mumkin, menda bitta. Mana 930 gigabayt. Общий, короче, hammasi 930 gigabayt, 718 gigabayt bo'sh. Buncha xotira bor menda, hozir bo'sh turibdi. Mana bu DVD'dagi. Agar sizlar disk tutsa, shu yerda disk chiqib turadi, bosasiz kirasiz, o'sha diskni ko'rsangiz bo'ladi. Va downloads mana bu yerda ham bor. Downloads kirsak, kompyuterga internetdan yuklab olingan hamma fayllarimiz shu yerda bo'ladi. Men sizlarga javob beraman, shu yerda bo'ladi. Video bo'limida o'zlaring videolarni tashlab qo'ysanglar bo'ladi, tanlab video. Masalan, Telegramdan boshqa internetda skачать qilganlaringizni shu yerga tashlab qo'ysanglar bo'ladi. Dokument bo'limida o'zingizning dokumentlaringizni saqlab tursalaring bo'ladi, albatta. Izobrajeniyada rasmlaring, muzikada musiqalaring, bu рабочий stolimiz mana biz. Lokalniy disk. Mana bir boyagi mana lokalniy diskga kirsalar mana shunaqa narsalar bo'ladi. Windows degan narsasini hech qachon o'chirib yubormanglar. Bu sizlarda Windowsni naqasi fayli. Buni o'chirib yuborsangiz kompyuterda Windows ishlamaydi. Bu kompyuterda foydasiz bo'lib qoladi, kerakchi. Tushunarli bo'ldi deb degan umiddaman. Keyingi narsamiz bizda kompyuterni internetga ulash va internet tarqatish. Bunda qaranglar. Kompyuterni internetga ulash uchun bizda mana bunaqa belgicha bo'ladi. Ya'ni notebookda bo'ladi, kompyuterda ham bo'lsa kerak. Agar bunaqa belgi yo'q bo'lsa sizlarda, bunaqa belgi yo'q bo'lsa mana bunaqa uchburchakcha bo'lishi kerak sizlar. Mana shuni bosasizlar, ko'rsangiz Wi-Fi belgisi bilan bunday qilib bosib turib pastga qo'ysanglar bo'ladi shu narsani. Ichiga kirasizlar. Va o'zingizlar bor Wi-Fi'ga ulanasizlar, borasizlar, parol terasizlar. Va xo'p, endi mana nima? Rejim va samolyot. Buni bossalaring, kompyuterlar boshqa Wi-Fi'ga ulanmaydi. Hali samolyot bor, telefonlarda samolyot rejimiga yoqib qo'yadi. Xuddi shunaqa qilasiz, bezoda qilmaydi hech kim sizni. Va mobilniy hotspot mana shu точка tarqatish. Xo'p, parametr seti internetga bosamiz va bizda hozir mana shuni ochib berish kerak. Va mana ko'rib turibsiz, Huawei'ga ulangan va kompyuterlaring, dastur, короче, hammasi shu yerda bor. Va mobilniy hotspotga kirsanglar, mana bu yerda mana o'zlaring mana imya setlaring turadi. Setlaringning ismi o'sha точкада hisoblanadi va paroli. Va paroli, короче. Mana shu bo'ladi. Mana keyin o'zlaring to'g'rilab, mana buni bitta bossalaring точка yonadi kompyuterlardan va uzatadi точкani. Boshqa telefonsiz kompyuterga ulanishi mumkin bo'ladi. Xo'p, точка mana shu do'stlar. Endi esa keyingisi bizda kompyuterda internetdan foydalanish. Internetdan foydalanish bu juda ham oson bolalar. Вообще oson. Tak biz agar masalan sizda Google mi, Yandexmi, любой brauzerga kirasiz, xohlagancha ishlataverasiz. Masalan, YouTube kerakmi sizga, YouTube yozasiz. YouTube'ga kirib beradi. Internetingiz norim bo'lsa, nima kerak bo'lsa qidirasiz, chiqadi, saytga kirasiz, bo'ldi. Вообще qiyinchilik yo'q-da, kompyuterda internetdan foydalanishda. Va xo'p, keyingi o'rgatadigan narsam, buni aytdim, endi men sizlarga oxirida bonus qilib aytaman. Kompyuterda ekraniga rasm qo'yishni o'rgataman. Buning uchun mishkaning tomon personalizatsiya bo'limiga yana bir marotaba kiramiz va xo'p, bizda hozir kirsin-da mana chiqqan oynada men rasmlar bo'limiga tanlab qo'ysalar ham bo'ladi yoki obzor bo'limiga bosib, kompyuteringizda bor rasmni tanlab turib bitta qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Men buni bundan oldingi video darslarimda o'rgatganman. Tepada chiqadi, bu ham yuqorida o'ng tomon yoki chap tomonda chiqadi. Xo'p, davom etamiz. Nima ham deymiz? Men sizlarga Microsoft Bing dasturini tavsiya qilaman. Bu har kuni sizlarga kompyuterlarga yangi rasm qo'yib boradi ekraniga. Xo'p, hozir Короче, shuni Googledan kirib ustunovka qilib olsalaring, mana Microsoft Bing avtozagрузкаga tushadi. Xo'p. Bugungi rasmi bu, kechagi rasmi bu, undan oldingi rasmi bu. Короче, shunaqa 3 xil har kuni yangi rasm qo'yib turadi kompyuter internetga ulanganda. Xo'p, ko'rib turibsiz, bizda o'rgatadigan narsa qolmadi. Video sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Sizlar bilan men Hoshimjonov Asilbek bo'ldim. Yana ko'rishguncha xayr.